chegaralarini yana ochmoqda. Ya'ni Meksika orqali yana AQSh kelib bo'ladi. Ushbu videoni menga juda ko'pchilik jo'natyapti va lichkamga yozyapti Amerikaga Meksika orqali yana yo'l ochilibdi deb. Yo'q do'stlar, Amerikaga Meksika orqali yo'l oldin ham ochiq bo'lmagan, bundan keyin ham menimcha ochilmasa kerak. Bu yo'l bilan kelish aslida noqonuniy bo'lgan. Xo'p, bu yo'lni tashkil qilganlar Meksikani ichidagi narkokartellardir. Narkokartellarga tegishli odamlar shu o'zlarini giyohvand moddalarini o'tkazadigan yo'llar orqali insonlarni ham o'tkazib qo'yishayotgandi. Hozirroq bitta video qilganman. Meksikani ichida hozir o'sha eng katta El Macho degan narko baroni o'ldirilgandan keyin hozir ichkaridagi holat yaxshi emas. Shu haqda ham ozgina aytib o'tdim. Keyingi masala. Bu videoda aytilgan masala Kolumbiya okrug sudi Trampga qarorini bekor qildi. Ha, Tramp bu haqiqat. 2025-yilda yanvar oyida Tramp hukumatga kelishi bilanoq boshpana so'rab Amerikadan murojaat qilish to'xtatib qo'ygan edi. Xo'p, Kolumbiya okrug sudi bu qarorni noqonuniy deb topdi va har bir fuqaro, har bir inson Amerikadan boshpana so'rashi mumkinligini bildirib o'tdi. Lekin bu degani yo'l ochildi degani emas, chunki hali ham Border Patrol va ICE xodimlari to'g'ridan-to'g'ri Trampga bog'liq tarzda ishlayotganligi sababli siz Meksika orqali hayotingizni riskka qo'yib kelasiz. Kelishingiz bilanoq Amerika chegarasiga kirishingiz bilanoq Border Patrol xodimlari sizni ushlab Panamaga deport qilyapti.